Agar sizda bosh og'riqlari, holsizlik, charchoq, uyqudan boshingizni ko'tara olmaydigan holatda bo'lsangiz, motivatsiyaning yetishmovchiligi, yurak tez-tez urib turishi holatlari, nafas tiqilish holatlari yuzaga keladigan bo'lsa, demak sizda katta ehtimol bilan gemoglobin past hisoblanadi. Gemoglobinning pastligi faqat temir yetishmovchiligi emas, balki qonda B12, B9 va undan tashqari C vitamini yetishmovchiligi ham gemoglobiningizni pasaytiradi va undan tashqari hozirgi kunda ko'pchilikning muammosi oqsil yetishmovchiligi ham gemoglobinni pasaytiradi. Gemoglobin bilan birgalikda ferritin past bo'ladigan bo'lsa, yuqorida aytib o'tgan hamma muammolarim sizda kuzatilinadi. Bu muammolarni oddiygina yechimi esa men sizga tavsiya etadigan siropda mavjud. Bu sirop Rastaropsha, Artishok va Harnutdan tayyorlangan bo'lib, 10-11 yoshdan kelgan bemalol hamma iste'mol qilishi mumkin. Bu sirop nafaqat meni sinovimdan o'tgan, balki jahon standartlari o'tgan sertifikatlarga ega bo'lgan sirop hisoblanadi. Ya'ni jahon bozorlarida ham bu sirop juda ham mashhur hisoblanadi. Bu siropning eng yaxshi tomoni boshqa temir saqlovchi preparatlarga o'xshab ko'nglingizni aynitib, noxush hidlar keltirib, ichishingiz yoqimsiz bo'lib, ichgingiz kelmay holatlar emas, balki juda ham yoqimli bo'lganligi uchun ichishingiz oson va tez bo'la oladi. Bemalol 10 yoshdan kelgan bolalar ham iste'mol qilishi mumkin. Ya'ni iste'moli oddiy hisoblanadi. Sizga bu sirop aynan to'g'ri keladimi, yo'qmi bilishni xohlasangiz, ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling va mendan bepul konsultatsiya oling. Shu va shu kabi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormasligi uchun esa blogimga obuna bo'ling. Eng qiziqarlilari esa Telegram yopiq kanalimda berib boriladi.